Bolajonlarimiz sevib tomosha qiladigan Bolajon telekanali bugun 13 yoshga to'ldi. Shu munosabat bilan konsert dasturi tashkil etilgan. Hozir sahnada bolajonlar qo'shiq aytishmoqda, raqsga tushmoqda, haqiqiy bayramona kayfiyat hukm surmoqda. Bolajon telekanali Televideniya va radio xodimlari bayram kunlari hech qachon dam olishmagan. Chunki xalqimizga bir-biridan chiroyli va yaxshi ko'rsatuvlarni, loyihalarni aynan bayram arafasida, bayram kunlari taqdim etiladi. Shuning uchun ham bugun biz ATV Bolajon telekanali MTRK xodimlarining farzandlari uchun mana shunday bayram tashkil qilishni reja qildik va buni amalga oshiryapmiz. Bolajon telekanali juda ko'p dasturlarni, loyihalarni amalga oshiryapti. Bularning hammasi farzandlarimiz uchun. Bolajonlar bayramingiz qutlug' bo'lsin. Bolajon telekanali hamisha siz bilan birga. Bolajon telekanali 2013-yil 1-iyun sanasida tashkil topgan bo'lib, bugungi kunda 30 dan ortiq ko'rsatuv va 100 dan ortiq multfilmlarni bolajonlarga taqdim etib kelmoqda. Biz juda ham ko'p yosh guruhlar, raqs ansambllari, teatr aktyorlari bilan, sirk aktyorlari bilan birgalikda mana shu ajoyib tomoshamizni bolajonlarimiz uchun hadya qilyapmiz. Bola beg'uborda. Siz ular bilan syomka qilganingizda, ular bilan ishlaganingizda bola bo'lib ketasiz. Shuning uchun bolalar bilan ishlash juda ham qiyin va murakkab. Biz shu bolalar bilan ishlab, uning dunyosiga kirib, bolacha ko'rsatuvlar tayyorlashda albatta shu bolalar bilan o'rtoq bo'lib dasturlar tayyorlayapmiz. Bugun bu yerga yig'ilgan har bir bolaning yuzida tabassum, kimdir do'sti bilan, kimdir ota-onasi bilan kelgan, lekin hammaning ko'zida bir xil quvonch. Konsert qanaqa bo'lyapti? Zo'r. Necha yildan beri qo'shiq aytasiz? 5 yildan beri. Necha yoshsiz o'zi? 6 yosh. 6 yoshsiz. Demak, 1 yoshdan beri qo'shiq aytasizmi? Qanday qo'shiq aytib bermoqchisiz bolajonlar uchun? Bu jonim haqida. Konsert dasturi xilma-xilligi, musiqiy chiqishlar va ajoyib qo'shiqlar bilan ajralib turdi. Hattoki bolajonlar ham birgalikda raqsga tushdilar. Bolajonlarga, do'stlarimga bolalar kuni bilan tabriklayman va shu orada Bolajon kanal televideniya ijodkorlarini ham ularning ishlariga, o'zlariga omad tilayman. Konsertga tayyorgarlik a'lo darajada bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hozir mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda bolalar guruhlari juda ham ko'p. Biz Jasmin bolalar raqs guruhidamiz. Biz bugun 5 ta raqs ansamblini qilib chiqamiz. 13 yil, katta yo'l. Shu yillar ichida telekanal minglab bolalarning uyiga quvonch olib kirdi. Har bir ko'rsatuv, har bir multfilm kichkintoylarning kulgusiga sabab bo'ldi. Menga juda ham konsert yoqdi, qiziqarli, chiroyli bo'ldi. Men ukalarim bilan va ota-onam bilan kelgandim. 1-iyun uchun juda ham yaxshi konsert bo'ldi, menga yoqdi. Shu konsertga chiqqan bolalar bilan men ham o'ynadim. Ukam ham xursand, men ham xursandman. Juda ham yaxshi bo'ldi, menga yoqdi. Konsert zo'r bo'lyapti. Ukam bilan keldik, xursand bo'ldik, zo'r bo'ldi. Bolalar bizning kelajagimiz. Ularning kulgusi, shodligi, orzulari har birimiz uchun baxt. Bugungi tadbir ham bolajonlarga yaxshi kayfiyat va quvonch ulashdi. Umuman olganda tadbir bolajonlarda unutilmas va katta taassurotlarga boy bo'ldi. Zokir Mo'minov, Islombek Abdunabiyov bugun dastur uchun